Hosilingiz pasayib, yildan yilga tushib ketyaptimi? Buni asl sababini bilmoqchimisiz? Unda siz ko'ziga qaraganingizda buni topasiz. Sababi hosil pasayishi, uni yildan yilga tushib ketishining asl sababi esa hosilning egasi, ya'ni dehqon bo'ladi. Dehqon buni qachonki tan olishga jur'ati yetsagina hosil oshadi va daromadga kiradi. Bu yildan yilga hosilni tushib ketishini ham oldini oladi va buni sababini ham topadi. Buning uchun dehqon o'z ustida ishlashi va yangi izlanishlarni qilish kerak. Shunga o'xshagan qiziq ma'lumotlarni esa faqatgina AgroCity'dan topishingiz mumkin. Yana bir gap, bundan tashqari sizga qanaqaki maslahatlar kerak bo'lsa yoki arzon sifatli dorilar kerak bo'lsa, faqatgina AgroCity'dan topasiz. Sahifamizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Pastda nomerlarni chiqarib qoldiraman, batafsil ma'lumot olishingiz uchun.